Assalomu alaykum. Bugungi chiqishimni 16 yoshdan kichiklarga ko'rish tavsiya qilinmaydi. Shu bilan birga ketdik, ko'chaga chiqaylik, qo'zg'olon qilaylik, ag'daraylik, maxsus buyurtmali materiallarni tarqatish bilan, izohlar yozish bilan shug'ullanadigan trollar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Chunki bu chiqishda ayrim hayvonlarning nomi tilga olinishi mumkin va oramizda ayrim mana shu hayvonlarning nomi tilga olinganda u bilan bog'liq munosabatda o'zlariga haqorat deb qabul qilish mumkin bo'lganlar ham bor. Shu boisdan o'zimizni asrash ma'nosida shunaqa tavsiya beriladi. Qonunchilikda haqorat qilishga nisbatan javobgarlik belgilangan, ya'ni Jinoyat kodeksining 140-moddasida, ya'ni shaxsni sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash javobgarlikka sabab bo'lishi ko'rsatilgan. Agar bu harakatlar internet orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, bu jinoyat kodeks doirasida javobgarlikka tortiladi. Qachondan beri amaliyotimizda shaxsga qaratilmagan bo'lsa ham, lekin uni haqorat fakti sifatida ko'rib munosabat qilish paydo bo'lgan. Men buni ochiq bilmayman, lekin demak, o'rtoqlar, bundan keyin hushyor bo'lishimiz kerak. Ayrim holatda shaxslarga qaratilmagan bo'lsa ham, ayrim shaxslar bunday munosabatni o'zini sha'niga nisbatan qabul qilishlari ham mumkin ekan. Bu alkashlar va itlarga bog'liq bo'lsa ham. Bugungi kunda bir qator muhokamalarga sabab bo'layotgan holat ketyapti, o'rtoqlar. O'zim bilan bog'liq, demak, kuni kecha Yangiyo'l tumani ichki ishlarida bo'lgan holat bo'yicha men munosabat postimni yozgan edim, ma'lumotlar berdim. Unga qarshi demak Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi tomonidan munosabat bildirildi. O'zi vaziyat nima bo'lgan edi? Ustimizdan ariza yozilgan. Nima uchun degan savol. Sababi shuki, mana shu Instagram ijtimoiy tarmog'idagi mana bu post uchun ariza yozilibdi. Ya'ni alkashning ham gapiga munosabat qilish mumkin, lekin haqiqiy itga munosabat qilish kerak emas. Garchi u o'zini huquqshunos hisoblasa ham. Huquqshunos o'rinda fermer hisoblasa ham deyish mumkindir. Nima o'qituvchidir, shifokordir, prokuror deyish mumkindir va hokazo. Ayrimlar bo'ladiki, ularga umuman munosabat qilish kerak emas. Ya'ni shu ma'noda yozilgan va bu yerda aniq shaxsi ismi tilga olinmagan. Lekin ayrimlar buni o'zini manziliga tegishli deb qabul qilgan va ariza yozgan. U shaxslar nima uchun o'ziga olgan, men undan xabarim yo'q. Mana shu matnni ekspertiza qilish bahonasida kuni kecha demak ichki ishlar xodimlari, Yangiyo'l tumani ichki ishlar o'sha tergovni boshlig'i tomonidan telefonim qaror bilan olib qo'yildi. Ekspertizaga beramiz degan maqsadda. Va meni e'tiroz qilayotganim nimada? Gap matnni ekspertizasi haqida ketyapti. Demak, o'sha matnning ichidagi mazmunda haqorat, kimgadir qaratilgan haqorat bormi yo'q, shuni tekshirish kerak bo'ldi xolos. Lekin telefon nima uchun kerak bo'lib qoldi? Savol. Men bu matnni mana shu notebookda yozgan bo'lishim ham mumkin yoki boshqa qayerdagi telefonda. Negadir aynan xodimlar bizga telefoningiz kerak deb turib olishdi. Telefonni tekshirtiramiz deb. Agar gap matnni mazmundagi haqorat bo'yicha ketayotgan bo'lsa ham, tayyor turibdi, buni tan olyapman. Mana marhamat tekshiringlar, buni haqiqatan men yozganman. Demak, bu o'z-o'zidan menda e'tiroz paydo qilyapti va shubha paydo qilyaptiki, telefonimni talab qilib olayotgan ekan, demak bu yerda boshqa g'arazli maqsad bor emasmi degan. Va ariza shunchaki bu ko'zbo'yamachilik uchun emasmi degan. Eng qizig'i, ariza yozuvchi boshqa viloyat, men Toshkent shahrida yashasam, negadir ishi umuman hududiylikka to'g'ri kelmaydigan Yangiyo'l tumani ko'ryapti. Telefonni olish jarayonida mutaxassis ishtirokini ta'minlab bera olishmadi. Bu ham bizning fikrimizcha katta protsessual xatolik. Bundan bir muddat oldin Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev toshloqliklarda haqorat qilganligi haqida videolar, audiolar tarqagandi. Sobiq Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham jurnalistlar masalasida umumiy haqorat qilganda bu masalalar aynan bir shaxsga qaratilmagan, shu boisdan javobgarlikka tortib bo'lmaydi degan bu masala bo'yicha izohlar berilgan. O'shanda ham ichki ishlar xodimi mana shu hokimlarning telefonlarini olib qo'yganmidi ekspertiza uchun yo'qmi? Yo ularga mumkinmi? Agar mana shu bizni alkashni ham gapiga munosabat qilish mumkin, lekin haqiqiy itga munosabat qilish kerak emas degan gapimizdan kimdir yana o'zini haqoratlanganda hisoblayotgan bo'lsa, marhamat ichki ishlarga ariza yozaverishlari mumkin. Men to'g'ri tushungan bo'lardim agar hammasiga xolis, buyurtmalarsiz amalga oshirilsa. Afsuski, bu borada tilimiz kuyganligi sababli biz e'tiroz qilyapmizki, bir safar bundan bir necha yil oldin bitta joyda xodimlarga telefonimizni qoldirganimizdan keyin yaqin tanishlarimizdan, shu jumladan kontaktimizdagi mavjud hamkasb boshqa ayollardan dak ketishga to'g'ri kelgan.
menga sahifalarimdan ularni sahifalariga axloqsiz, noqonuniy materiallar yuborilgan. Kim tomonidan buzib kirilgan, qachon buzib kirilgan, bu bo'yicha hech qachon qoldirmaganman. Tabiiy shubha tug'ilgan. Men aynan shaxslarga hozir ayb qo'ymoqchi emasman. Bu meni shaxsiy o'sha muhofaza qilish uchun majburman shunaqa ishlar bo'lganligi sababli ko'rishga. Yana bir asosiylaridan biri so'nggi kunlarda Toshkent shahrida yashashimizni juda yaxshi bilishadi xodimlar. Toshkent shahrida bizlar bilan qo'shni turadigan ayrim shaxslardan, fuqarolardan meni juda ham shaxsiy ma'lumotlarimni to'plash bilan shug'ullanishayotganligi. Masalan, ichki ishlar xodimlarini, terrorizm bo'limida ishlaydiganlar. Men qachon uydan chiqib ketaman, qachon kirib kelaman, bolalarim qaysi maktabga, qaysi bog'chaga boradi va hokazo degan ma'lumotlarni to'plash agar xolis bo'ladigan bo'lsa, bu xodimlarga nima uchun kerak bo'lib qoldi? Menda u xodimlarning telefon nomerigacha turibdi. Marhamat, men ichki ishlar vazirimizga shaxsan telefonigacha berishim mumkin. Kimni chaqirib, nima so'raganigacha. Afsus, ichki ishlar vaziri bilan hozir bog'lana olmayapman, lekin harakat qilyapman. O'sha vazirlikning mas'ullariga qayta-qayta chiqyapman. Hech qaysi telefonlarini olishmayapti. Balki umuman biz bilan aloqalar uzgandir. Lekin yana aytaman, bu masalaga shaxsan vazirning o'zi izoh berishi kerak. Agar maqsad xolis bo'lsa, hech qanaqa nima deydi, bir boshqa g'ayriqonuniy maqsadlar, rejalar bo'lmasa, nimaga bu narsalar meni o'zimdan so'ralmayapti? Qonun doirasida so'rashingiz vakolat bo'lgan. Men aytaman shundoq. Hali meni ustimdan jinoyat ishi ochilmagan. Shunda bu meni ta'qib qilishga kiradimi? Nimaga kiradi bu? Yoki prezident tomonidan olib borilayotgan islohotlarni amalda ijrosini topsin degan ma'noda e'tirozlar qilib, yashirayotgan, ko'zmo'yamachilik qilayotgan narsalarni olib chiqib, prezident bunday xohlamagan aslida, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar degan ma'noda ko'rsatib berayotganligimiz sabab bo'lyapti. Nima, yo so'z erkinligidan foydalanish bugun jinoyat darajasiga chiqdimi? Marhamat, bu asoslanishi kerak. Shuning uchun men hurmatli vazirimizdan shaxsan izoh kutaman. Men hayotim davomida, umrim davomida sudma-sud yurib, ishga tiklash jarayonlarida eng ko'p sudlarda qatnashib, xodimlarning oqlanishida qatnashib, ishga tiklanishda yordam bergan bu aynan ichki ishlar xodimlari. Bu sohani vakillarini, xodimlarni o'zimga do'st, aka yo uka deb bilaman. Lekin shu kunlarda menga qilayotgan munosabatini bu do'stona deb qabul qilmayman. Nafaqat do'stonalik ham kerak emas, bu noxolislik bo'lyapti va katta ehtimol bilan bu buyurtma asosida qilinyapti degan fikr olib kelyapti. Agar unday bo'lmasa, marhamat ochiqlab bering. Bizni ta'qib qilayotganlari, kuzatayotgan, ma'lumot to'playotgan noqonuniy yo'l bilan ularga nisbatan chora ko'rish kerak. Arzimas sabab bilan telefonimiz olib qo'yilayotganlarga munosabat qilish kerak. Ayni paytda meni telefonim ekspertiza markazidami yo boshqalarning qo'lidan, men bilmayman buni. Mazmunan masalani tekshiradigan joy hech qachon telefon talab qilinmaydi. Mana tan olib turibmiz. Asos yo'q uni olib qo'yishga. Shaxsan menga, meni oilamga, meni yaqinlarimga nisbatan o'qishda shaxsiy adovatlari bormi? Mendan nima xohlashyapti? Shuni izohlab bersinlar. Prezident islohotlarini qo'llab-quvvatlama, axborot so'z erkinligidan foydalanma, konstitutsiyadagi moddalarga ishonma, hammasini yig'ishtirdinglar, bo'ldi. Shaxsan chiqib shuni asoslab beringlar. Men yig'ishtirishga tayyorman.